Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismim Azizbek Jo'rayev. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasiman. Yaxshi Azizbek, hozir siz bilan biz bitta juda ham ajoyib o'yin o'ynaymiz. O'yinimiz davomida sizga mana shunday 4 ta xato yozilgan so'z ko'rsatiladi va siz ularni to'g'ri variantini topishga harakat qilasiz. Agar siz mana shu 4 tadan 4 ta topsangiz xato so'zlarni, o'yinimiz oxirida sizga hamkorimiz Sarmoya Books tomonidan kitob taqdim etamiz. Tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Tayyorman. Tugatgan bo'lsangiz, unda biz bularni tekshirib olamiz. Eng oxirdan boshlaymiz. Hayot. To'g'ri. Tafakkuriyda bitta f bo'ladi, ikkita k bo'ladi. Bu xato. Ma'rifatlilikdan ikkitali xatoga kiradi. Inshootlarimiz bu to'g'ri. Siz 4 ta xato so'zdan ikkitasini to'g'ri topa oldingiz. O'yinimizdagi ishtirokingiz uchun rahmat kattaga. Rahmat. Beshdan.